Xorazm Guch og'alar Buxoroliklarni qaranglar. Farg'onani Neftchi klubi bu klublar bilan hazillashib bo'lmaydi. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. O'zbekiston Super Ligasining 11-tur doirasi ham o'z nihoyasiga yetdi. Bum! O'sha bundan buyog'iga endi Jahon chempionatidan keyin Super Liga davom etadi. Ungacha ham 11-turda bo'lib o'tgan bahslar haqida qisqacha fikrlarimizni sizlarga aytib o'tamiz. Undan oldingi video roligimizda ham ma'lumot berishga harakat qildik. Endi bugungi video roligimizda shu narsani aytib o'tmoqchimizki, oldindan andijonliklarni xavfli deganmidim. Juda ham xavfli. Ko'pchilik ishonmaganda kommentariyada o'zlarining fikrlarini bildirishganda, "Ey, ular uxlab yotgan sher, ularga tegini bo'lmaydi. Ular bitta ikkita o'yinda mag'lubiyatga uchragan bo'lsa, bu yog'i yutqizadi" degani emas. O'zbekiston chempionatida intriga kuchaydi, do'stlar. Bemalol o'zimizning chempionatni kuzatib muxlislik qilishingiz mumkin jamoangizga. O'zbekistonda Paxtakor, So'g'diyona, har bitta klubi va Bunyodkor, Qo'qon, Xorazm, Buxoro, Samarqand Dinamosi bu klublar bilan hazillashib bo'lmaydi. Bular nasaf, hali bular bor-u, shunaqa intriga yaratib beradi. Yil yakunigacha bizga muxlis bop o'yinlari bo'ladi. Lekin boya aytib o'tganimdek, Farg'onani Neftchi klubi maydon tanlamaydi. Ular durrangga imzo chekib qo'ysa ham ularda ochkolar yetarlicha-da. O'sha jamoalar bilan hali o'yinlar juda kuchli bo'ladi. Har bitta jamoaga omad tilab qolamiz. Sizlardan bitta narsani so'rab qolamiz. O'zbekiston chempionatiga ham muxlislik qiling. Negaki, o'z jamoangiz, o'z vataningiz bu narsani qo'llab-quvvatlab, uni ko'tarish ham o'zimizning qo'limizda, uni tushirish ham o'zimizning qo'limizda. Qaranglar, vodiylik muxlislarni, yondirib tashlayapti-yu, yondirib tashlayapti. Buxoroliklarni qaranglar, yondiryapti muxlislikni, bori Samarqandliklar ham. Undan tashqari mana haqiqiy mehmondo'st, mard insonlar, ana shu Xorazmliklar hamda borgan muxlislarni chiroyli qilib kutib olishadi, stadionda chiroyli atmosfera berishadi. Xorazm Guch og'alar, bosinglar Xorazm. Andijon yana bir marta g'alaba bilan tabriklaymiz, sizlarga yarashaveradi. Sog' bo'linglar do'stlar. Shu o'rinda bir narsani eslab o'tib ketay. Bo'tqa tog'a, AGMKga ham omad. AGMK jamoasi u boshqa daraja, u ham ajoyib o'yinlari bor. Hali chempionatda surpriz o'yinlar va sehrgar komandada. AGMK. Shuni ham unutmaylik do'stlar. Bo'tqa tog'a, AGMKga ham omad.